Assalomu alaykum azizlarim, keling sizlar bilan bugun chindan suhbatlashamiz. Kecha menga dugonam telefon qildi va mendan maslahat so'radi. Bobojon va buvijonimni xursand qilmoqchiman, ammo qanday xursand qilishni bilmayapman. Ushbu masalada menga yordam bera olasanmi dugonajon deb aytgan vaqtda men unga ushbu Xitoy choylarini, Xitoy mahsulotini tavsiya berdim. Ushbu choylarimizni ichgan inson 24 soat davomida o'zini tetik his qiladi va ushbu choylarimizda insoniyatga kerak barcha vitaminlar mujassam deb aytgan vaqtda u ushbu Xitoy choylarini bizlarni uyga olib kelib bera olasanmi dugonajon deb aytdi va men ushbu choylarni uni uyiga olib borib berdim va o'z qo'llari bilan bobojonisi va buvijonisiga tayyorlab berdi. Ushbu choyni ichgan buvijon shunaqangi xursand bo'ldiki, men ularni xursandchiliklarini sizlarga ekran orqali tasvirlab ko'rsatib bera olmayman. Goh-gohida yaqin insonlarimizga qimmatbaho sovg'alarimiz, shunchaki o'z mehrimizni, o'z iliqliklarimizni, o'z muhabbatlarimizni ushbu choylar orqali tasvirlab bersak, ulardan xursand inson bo'lmasa kerak. Ushbu choylarimizni hoziroq zakaz bering va ertaga ushbu choylarimiz sizni stolingiz ustida bo'ladi. Xayr, sog', salomat bo'ling.